Hamshira test qaror bozor kanalida oliy toifa og'zaki savoliga javob. 39-savol. Suyaklarning ochiq va yopiq jarohatlari orasida taqqoslama diagnostikasi, hamshira xatti-harakatlari haqida ma'lumot bering. Yopiq suyak jarohati bu suyak singan, lekin teri, mushak va tashqi to'qimalar butun holda saqlangan holatdir. Ya'ni suyak singan bo'lsa-da, tashqi yara yoki qon ketish kuzatilmaydi. Sabablari: bevosita kuch ta'siri, ya'ni urilish, yiqilish, avtohalokat, ichki kuchlanish, og'ir narsani ko'tarish yoki suyak zaifligi. Alomatlari: qattiq og'riq, shish, ko'karish, gematoma, singan joy shaklining o'zgarishi, ya'ni deformatsiya, harakat cheklanishi va og'riqli bo'lishi, krepitatsiya, ya'ni suyak uchlarining ishqalanish ovozi. Diagnostikasi klinik ko'rinishi asosida rentgen tekshiruvi bilan aniqlanadi. Davosi: jarohatlangan a'zo harakatsiz holatga keltiriladi. Sovuq kompress qo'yiladi. Shishni kamaytirish uchun og'riqsizlantiruvchi dori vositalari beriladi. Hamshira xatti-harakatlariga keladigan bo'lsak, singan joyni harakatsiz holatda bint bilan bog'lash, sovuq kompress qo'yish, shifokorni chaqirish, bemorning holatini kuzatish. Ochiq suyak jarohati esa bu suyak singan va terining yaxlitligi buzilgan, ya'ni yara orqali suyak uchi ko'rinib turgan holat. Bunday jarohat ochiq qon ketish va infeksiya tushish xavfi bilan kechadi. Sabablari: avtohalokatlar, portlash, og'ir urinish, og'ir narsa bosib qolishi oqibatida suyak terini ichidan yorib chiqadi. Alomatlari: yara borligi, qon ketishi, arterial va venos, suyak ichini sirtga ko'rinib turishi, qattiq og'riq, shish va deformatsiya, harakat cheklanishi, infeksiya kirishi natijasida isitma, yallig'lanish. Diagnostikasi: ko'z bilan ko'rish, rentgen tekshiruvi, ya'ni sinf darajasini aniqlash uchun, bakteriologik tekshiruv, infeksiya bor yo'qligini aniqlash uchun. Davosi: qon ketishini to'xtatish, jugut yoki bint bilan, yarani antiseptik tozalash, steril bint qo'yish, shifokor tomonidan jarrohlik ishlovi, antibiotik terapiya. Keyin suyaklarni immobilizatsiya qilish. Hamshira xatti-harakatlari: qon ketishini to'xtatish, yarani steril bint bilan yopish, aseptika va antiseptika vositalariga qat'iy rioya qilish, shifokor chaqirish. Davo jarayonida dori berish, bintni almashtirish. Asoratlarni oldini olish. Qisqacha farqlaydigan bo'lsak, terini holatini baholash bo'lsa, yopiqda butun, ochiqda esa yaralangan. Qon ketishida yopiqda yo'q, ichki, ochiqda esa bor, tashqi. Infeksiya xavfi yopiqda kam, ochiqda esa yuqori. Asosiy xavf yopiqda gematoma, ochiqda esa infeksiya, sepsis. Davosi: yopiqda gips, tinchlik, ochiqda esa yarani tozalash, antibiotik, gips. Endi bu ikkovini farqlaydigan bo'lsangiz, ochiq va yopiq sinishlarda yopiqda teri butunligi buzilmagan, ochiq sinishda esa teri butunligi buzilgan bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.